Assalomu alaykum. Доброе утро, good morning, buen día. DJ Pilgrim Sevilya shahridan vohli yer tanlab ketyapmiz Alcazar degan joyga. Mehmonxona yaqin joylashgan Alcazargacha. Chunki men harakat qilaman har doim yayov borishga kerakli joyga. Chunki odamlar har xil. Kimnidir muhitida, atrofida bo'lish unaqa ko'p yoqmaydi menga. Quyosh turyaptilar. Kuzatib boramiz, ketdik dalish. Ertalabki shovqinliklar. Xudo xolisa mana kelib qoldik. Assalomu alaykum, soat 9. Xudo xolisa 9:30da ochiladi Alcazar. Mana odamlar uje o'chirib turibdi. Bu oddiy odamlar emas. Bu odamlarning hammasini bileti bor. Hammasini bileti 9:30 ga. O'zim ham shu yerdaman. O'zimga ozgina kofesito olib oldim. Mana muzikligim ertalabdan beryapti kayfiyatni. Yana nima deymiz? Xudo xolisa ichkariga kirib, hammasini birga tomosha qilamiz. Qo'ldan kelgancha hammasini aytib beraman. Hozircha esa mana sizlarga go'zallik olsun. Yana muhim ma'lumotlardan bunaqa joylarga Alcazar, Algambraga biletni oldindan olish kerak. Bu hamma turistlar o'zini uyda o'tirib, o'zini mamlakatidan biletni sotib olgan. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Bu yoqqa kelayotganingizda masalan очередga turib kassaga borib bilet ola olmaysizlar. Chunki bu yerda hammasi vaqt bilan, soat bilan, kuni bilan. Masalan, bizaniki ochilishiga olganman 9:30 ga, keyingilari keyin 10 ga, keyingilari 10:30 va hokazo va hokazo. O'shaning uchun tavsiya qilib qolamanki, hamma narsani oldindan sotib olib, keyin kelinglar. Ichkariga kirib oldik. Esalomon. Bu yerda yana nozik joylaridan ahranliklar selfie qilishga anaqa berishmaydi. Razрешение berishmaydi. Faqat mana shu joylarni o'zini syomka qilsang bo'ladi deyshadi. O'zingizni syomka qilmagin bular bilan deyshadi. 1000 yildan beri mana shunaqa bo'lib turibdi bu joy. Hozir ichkariga kiramiz. Xudo xolisa yaxshi bo'ldi vohli kelganimiz. Hech kim yo'qligida hammasini aytib beraman. Yana bir bor assalomu alaykum. Alcazar, Sevilya, Al-Muhammadiy dinastiyasidan qolgan 9-11-asr. Ketdik ichkariga.
hozir ham syomka qilyapman o'zimni, lekin kamerani ag'daraman, axranlik bor. Bu yoqqa ham kiramiz. Birinchi mana shu zal bilan tanishtirdim sizlarni. Juda go'zal. Bu eshitayotgan ovoz, bu pavlinlarning ovozi. Hamma kerakli ma'lumotni sal keyinroq beraman, chunki asosiy maqsad tez turistsiz hamma joylarni ko'rib olish. Ketdik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bor tez turist yo'q paytida ko'rib hammasini. Xo'p, gaga. Tushundim, siz yuguramiz bo'lmasam. Men har doim kelib mana shu joyga, mana shu yerga qo'limni qo'yaman. Bu joyda Only Allah is victorious deb yozilgan. Bu aytgan gapki, faqat Alloh g'olib. Qanaqa baxtiyormiz sizlar bilan shunaqa arxitektura shedevr ko'rishga. Ispaniyalik qirollar juda kurashishgan bu joyga har doim. Chunki bu joy egallagan inson eng baquvvat inson deb hisoblanardi. Ketdik keyingi zalga. Qaror qildimki, birinchi tez yugurib hamma yoqni syomka qilaman deb, keyin iPhone'ni olib sizlarga detalniy har bitta joyini syomka qilib beraman. Alcázar, Sevilla, DJ Pilgrim,
Sarguzasht sirlari islom madaniyati ketidan. Cheksiz mana shundoq yuraveraman kamerani ko'tarib, qatga bormasam ham go'zallik hamma yoq. Hamma yoq juda go'zal. Ma'lumotni juda ko'p bersa bo'ladi. Asosiysi bu yerda arablar bosib olgandan keyin xalifat qilishgan. Xalifatni poytaxti Kordoba shahrida bo'lgan hamda shu xalifatga kelgan qirollar, mehmonlar xalifatga Kordobaga yetmasdan oldin to'xtash joylari bo'lishi kerak edi. Bular Sevilada qaror qilishgan bu yoqda shu saroyni qurishga. Hamda mehmonlar xalifga borishdan oldin bu yoqda ham to'xtashardi. Shuning uchun bu yoq oldin qasr bo'lgan. Keyin bu yoqni Al-Muhammadiylar dinastiyasi gullatib tashlashgan hamma yoqni. Hozir ham ketayotgan joyimiz juda hammasi go'zal. Keyingi joy ham Algambra, Granadada to'xtatishgan hamda keyin Kordoba xalifatga kelishgan xalifa oldiga. Kordobada haligacha ham Yevropaning eng katta masjidi bor. Bu masjidning nomi Meskita deyiladi. Uni ham borib albatta ko'ramiz. Algambrani ham albatta ko'ramiz. Hozir esa biz akamiz ishlayapti, sadovnik. O'shaning uchun boqqa keyin qaytaman. Bratan olib qo'ydilar. Keyin gaplashamiz. Yana sizlarga katta probyektlar qilamiz dalshi. Turistlar yo'l paytida tez syomka qilmasak, keyin bosib olishadi bu yoqlarni hammasini. Yurib bo'lmaydi keyin bu yerda. Bu suv basseyn bo'lgan. Bu yerda cho'milishgan akalar. Mana buni basseyn deydi.
Ko'ramizmi объемini? Afsuski, kalitim yo'q. Quplab ketishibdi kirolmayman. O'shaning uchun masjiddan ko'raverasizlar. Taxminan bir 300 metr. Olimpiyskiy basseyndan kattaroq. Chunki islom madaniyatida insonlar u paytda masshtab bilan o'z bir-birini qiziqishardi-da masshtabga. Mashalloh. Keyin bu yoqni xristianlar qaytib olgandan keyin Pedro degan qirol bo'lgan. Pedro Vahshiy deyishardi uni. Bu yoqni polniy rekonstruksiya qilib tashagan. O'zini stiliga moslab. Davom etamiz ekskursiyani. Mana shunaqa joydan kirib ketaylikchi, qayerga boramiz? Hammani oldiga qaytamiz yana. Men sizlar bilan birga hayotimda birinchi marta tepaga ko'tarilyapman. Hech qachon chiqmaganman tepasiga. Keyin xristianlar boshlangandan keyin ikkinchi etajni rekonstruksiya qilib o'ziga moslab tashashgan. Bu yoqni o'zinikiday yetishmoqchi bo'lganki, mana bizani ham hech qanday kam joyimiz yo'q. Bosishgan bu arxitekturasini, ubranstolarini, lekin bu hammasi arabcha bo'lganida oldin. Masalan, hozir sizlar bilan birga bitta naezd qilamiz mana. Hoppa. Go'zal-a? Go'zal ham gapmi? Juda go'zal. Yana bir bor assalomu alaykum. DJ Piligrim Alcasar saroyidan Sevilya shahri, Ispaniyaning janubi. Ketdik. Alcasarning cheksiz bog'lari. Hozir masjiddan sizlar bilan birga kamerani to'xtatmasdan yuramiz. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, qayerga bormasam ham hamma yoqda mana bunaqa tilla baluli bor. Bu men uchun yaxshi timsol. Hey tilla baluli. Orzularim bor. Nechtasini etsam bo'ladi? 3tasinimi? Mayli. Hatto bittasi bo'lsa ham уже men baxtiyor. Masshtabchi. Voydod masshtab.
o'simliklar, tunnellar, oyna sifat. Nima deyapti tabiat? Nima deyapti bu akalar, opalar? Arxitektura va tabiatni yaxshi ko'radigan yaqinlarim zo'r joyga olib keldilarmi sizlarni Ilhom aka? Kutilmaganda masshtab, ha? Mana shuni masshtab deydi. Bu sizga podarka emas. Mana o'zimizdan yulduz-ku. Assalomu alaykum, mana soyam. Ha? O'zimizdan yulduz qo'y bu. Chiroyli syomka qilib qo'yayman sizni Yulduzxon. Tak. Bu kim ekan? Bu qanaqadir men uchun notanish maxluq. Какой-то monster ekan. Bu uy bo'lsa kerak. Qanaqadir mana suvlar to'kilib, ishqilib o'zini yaxshi ko'rgandek qirollar, xaliflar. Xayriyat ulgurdik. Turist kamroq paytida ertalabdan kelib oldik. Hamda qaror qildimki, aynan shu qismda hozir borib detalni syomka qilaman-da, saroyi, bog'ini, hamda bu saroyda qorovullar selfi qilishga bermaydi. Faqat arxitekturani syomka qil deydi, o'zingni arxitektura bilan syomka qilmagin deb turib olishadi. Deb o'shaning uchun men hammasini akkuratni borib syomka qilib beraman-da sizlarga. Lekin asosiy fikrim, asosiy kelgan sababim islom madaniyatidan qolgan meros. Al-Qasr Sevilyada. Juda go'zal saroy, juda bog'lar go'zal ko'rayotganinglardek. Bu yoqqa kelgan odam lol bo'ladi-da. Masalan, qushlar eshitsam jim bo'lib qoldim mana. Nima deyotgandim? Tabiat bilan arxitekturani sevuvchi insonlar bor bo'lsa, tavsiya qilib qolaman. Hamda eslatib o'taman, biz albatta Granada shahrida Algambra degan joyni ko'ramiz. Hamda Cordoba degan joyda Medina al-Hazara bilan Meskita degan joylarni ko'ramiz. Ketdik ichkariga yana qaytamiz. Bu kechqurungi shouga tayyorgarlik. Bu yoni svetovoy shou qilishibdi, yangi shou. Hamma yoni podsvetka bilan yoqishadi kechasi bilan. U kechasi bilan emas, soat 9 dan 10 gachami shunaqa 45 minut bo'lar ekan shou. Mana ko'rayotganingizdek, mana bu ham kechqurun hammasi yonadi. Da go'zallikus. Qatga tuflamasang go'zallikus. Mana daraxtni qaranglar. Voy.
Assalomu alaykum. Al-Qasr qushlari, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Nima gap? Qo'chmash. Niyatlarimiz yaxshi. Hech sizlarni xafa qilmaymiz. Javob. O'zbekistonga salom borsang bo'ldi. Siz dam olib o'tiribsiz-a? Ayol kishi bo'lsangiz kerak. Eng bestrashnisi mana bunisi edi. Kelayotganimda ham bemalol oldindan o'tib ketdi. Paka qushjon. Yaxshi qadr qilmagunimcha qo'yib olmayman sizni, uzr. Ketdingizmi? Davay paka bo'lmasa. Mana yana bitta bog'lardan bittasida turibmiz. Masshtab, конечно, juda katta. Bir kun bemalol o'tqizsa bo'ladi bu qasrda. Men hozircha bog'larda yuribman, sababi ichkari ozgina salqinroq. Meni kiyimim bunaqa issiq emas, o'shaning uchun optop yana sal ko'tariladi. Keyin ichkariga kiramiz. Yana boshqatdan hammasini iPhone'ga detal qilib syomka qilaman. Hamda rubrika bor-ku. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi bog'ni ham ko'ramiz. Kamerani ag'dar Ilhom aka. Oppa. Mana bu ikkinchi bog'. Yo qasr. Qasr u tarafi yana bitta katta bog'. Hayotni bilishgan, xaliflar, shayxlar, qirollar. Hamda aytganimdek, nafaqat Kanariya, mana Sevillada ham tinmasdan qushlar sayr etyapti. Tinmasdan. Aytganimdek, kechqurun bular shouga tayyorgarlik ko'rishyapti. Mana chiroqlarni o'rnatib, mana bunaqa hamma narsa svetomoy shou bo'ladi. Biz lekin afsus ulgura olmadik, bilet qolmagan ekan. Bizga masalan hamda tabiiy ham zo'r ketyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Keyingi safar endi mana bu shou bilet topsak kiramiz. Atak hozircha men mamnun. Ilhom aka mamnun. O'zim ham shu yerda shu aytgandek Ilhom aka Baxtiyor aka ham bo'ladilar. Bugun Ilhom aka mamnun aka. Chunki juda go'zal kadrlar olib tashaganman. Saroy ichida best turist. Eng asosiy narsasi. Turistsiz bu joyi olgan odam hero. Davay kamerani tudasini qilamiz. Hoppa. Masshtab qaranglar. Bu ikkinchi bog'i. Birinchisini so'mka qilib chiqdik. Bu endi ikkinchisi. Qatga tuflamasang, aytganimdek go'zallik us. Mashalloh. Mana shunaqa islom madaniyatidan qolgan meros. Al-Qasr saroyi, Sevilla. Hammaga tavsiya qilib qolaman.
Bu yoqdan odamlar chiqib ketadi, lekin biz chiqib ketmaymiz. Davom etamiz ekskursiyani. Bu tarafiga hali o'tmadik. Bu yoq tarafida ham bog'da bitta bog'ni ko'rdik, endi esa ikkinchisiga. Hozir kamerani o'chirmasdan bitta dublda harakat qilaman, prosta ob'yomni ko'rishingiz uchun. Ko'rasizlar, cheksiz bir katta shaharga o'xshaydi. Faraz qilyapman-da, bog'bonlar shtati. Nechta bog'bon ishlayapti bu yerda, lekin Allohning o'zi biladi, по-моему. Bu yoqqa qarashni o'zi qancha pul, qancha mehr, qancha vaqt, qancha energiya. Hamda aytganimdek eslatib o'taman. Qayta aytaman. Qushlar sayraydi har doim. Juda go'zal, a? O, ayoqda bitta bog'. Endi bu ikkinchisi. Lekin bu yoqda yoki o'zbek tilida, adabiy tilda aytganda, bu yerda ko'p vaqt o'tkazsa bo'ladi. Bo'ladi ham emas, kerak. Shart ko'p vaqt o'tkazish. Tabiat va arxitekturani sevgan odamlar must visiting place. Bo'ldi, kamerani tudda qilamiz. Taxminan bir 2 soatcha shu yerdaman. Birinchidan qorin ochdi, ikkinchidan hojatga borishim kerak. Uchinchidan ozgina odam charchadi. Ozgina pauza olamiz-da. Keyin aytganimdek iPhone ni yoqamiz-da, detal hamma narsani olishni boshlayman. Chunki muhim narsasi bu detal. Detal degani o'zbek tilida nima bo'ladi? Komment yozib yuboringlar. DJ Piligrim Alcasr saroyidan Sevilya, Ispaniyaning janubi. Ispaniya qirolligining janubi. So'zsiz o'ldirishardi-da kelgan mehmonlarni. Masalan, keldingmi, xalifa oldiga ishlar bilan, bo'ldi, bog'da kutib tur deyishardi-da. Bog'iga kirib ketasan-da, bo'ldi, bir kunga yo'qsan. Bilasizlar-ku, bizani akalar har xil narsalar iste'mol qilishadi-ku. Bo'ldi, keyin уже unutib yuborishadi. Nimaga keldik? Nima qilishimiz kerak edi? Men ham xuddi shunaqa bo'lib qoldim. Lekin nima demoqchiman? So'zsiz ham tushunsa bo'ladi. Bu yo'lni qanaqa go'zalligini, masshtab. Voy.
Ertalab shoshganimda men bu ikkinchi etajga chiqmadim. Hozir chiqib ko'rdim. Hamda albatta chiqib ketishdan oldin borib ozgina nimadir mayda chudo olib, keyin chiqib ketsanglar bo'ladi. Lekin sizlar bilasizlar, men hech narsa olmayman, chunki meni bagajim yo'q, faqat ryukzak. Hamda biz sizlar bilan mana bu joyga kirmagan edik. Bu tam tinch joy ekan. Spokойный joy ekan. Turist yo'q joy ekan. Mana shu yerda birpas qolamiz. Syomka qilishdan to'xtamayapman. Boshiga borib keldim, sababi mikrofonimni yo'qotib qo'ydim. Blin, yana yangi mikrofon olish kerak bo'ladi deb o'ylayotgandim. Уже nomer 3. Borib so'radim securitydan, bolalar mana shunaqa bo'ldi desam, topib berishdi. Mana mikrofon yo'qolmadi. Xudoga shukr. Bo'ldi. Alkasr bilan xayrlashib qolamiz. Mamnunman. Ilhom aka mamnun aka. Zo'r montaj qilib, cho'tinki qilib, dahshat qilib chiqazaman bu joyi. Mana mo'min musulmonlardan qolgan madaniyatli abadiy qoladi bu joy. Xudoga shukr, alhamdulillah. Endi xalifatga kelgan odamlar hamma ishlarini bitirib, mana bu yoqdan yoki to'g'risini aytganda bu yerdan chiqib ketishardi. Gracias a Dios. Ura! Mana yana bitta ekskursiya tamom bo'ldi. Alhamdulillah. Bitta kafega o'tirib nonushta qilaman desam, ko'chadan shovqin eshityapman. Bu Atletik Madrid, yo'q, Atletik Bilbao'ni bolельщиклari ayollar. Boshqa tarafdan to'y bo'lyapti. Bu yoq tarafdan to'y, u yoq tarafdan Atletik Bilbao'ni bolельщиклari kelishyapti. Yana bitta muhim ma'lumotda Easter bo'lyapti, Pasxa, bayram deb bo'ladi, dam olish kunlari. Hech qayerda joy yo'q, odam juda ko'p. O'shaning uchun muhim ma'lumot. Yevropaga kelganingizda Easterga, Pasxaga tushib qolmanglar, chunki bularda dam olish kunlari joy bo'lmaydi hech qayerda.
که در آفرینش دیه گوهره جز به در آورد روزگر دیگر آسخارا نماند مرا دیگران
که در آفرینش دیگه بخره جزو به در آورد روزگر دیگر آسخارا